Hammaga xayrli kech. Internetni portlatib yuborgan, TikTokni vo'shin portlatib yuborgan shu videoni sizlar ham ko'rdinglarmi? Bu videoni ko'rdinglarmi? Shunaqa ko'p tarqalib ketdi. Bu o'ynayotgan birinchi xotin ekan. Bu to'y erini to'yi ekan. Sahnada ikkinchi xotin turib, qarsaycham turibdi. Pul sochayotgan bola qaynasi ekan. Har xil ma'lumotlar eshitdim. Endi 100% to'g'rimi yo'qmi bilmayman. Bu xotin ketay desa, bitta buvisi bor ekan va buvisi uydagilar ruxsat bermabdi ketishiga. O'zini sharoitidan chiqib ketish qiyin, baribir bitta muhitga o'rganib qolgandan keyin ikkita bolasi bor ekan, yashashga majburda. Va bunaqa holatga sizlar qanaqa qaraysizlar? Masalan, men bunaqa holatga vo'shin qarshiman, chunki hamma gapiryapti, bu yerda o'ynagani bilan alamidan o'ynayapti deb. Va bu to'y erini to'y emas, balki birinchi xotinnikini bo'ldi. Alamidan chiqquncha o'ynadi va aytishlaricha 2 million rubl pul yig'ibdi. Bu rosa katta summa. Mana shunaqa vaziyatda sizlar nima qilgan bo'lardinglar? Fikirlarni kommentariyada yozinglar.